Bilimdon bolajonlar, sizlar bilan qo'ziqorin terish o'yinini o'ynaymiz. Qo'ziqorinchalarda o'nlik kasrlarni qo'shishga doir misollar berilgan. Kimda-kim misollarning to'g'ri javobini topsa, qo'ziqorin yig'gan hisoblanadi. O'yin sharti tushunarli bo'lgan bo'lsa, boshladik. 4'dan 5 qo'shing, 5'dan 2 yig'indisi, 9'dan 7, 7'dan 6, 1'dan 7'ning yig'indisi, 2'dan 6, 9'dan 3, 5'dan 9, 3'dan 3 yig'indisi, 6'dan 100'dan 3 va 9'dan 2, 4'dan 100'dan 5 yig'indisi, 11'dan 100'dan 8, 4'dan 100'dan 1'ning 2'dan 100'dan 9 yig'indisi, 6'dan 100'dan 20, 14'dan 100'dan 63. Demak, ikkala o'quvchimiz ham 4tadan qo'ziqorin yig'dilar. Olqishlaymiz.